Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Sizlarni yanada yangi videolar bilan qarshi olaman. Hozirgi yangi videoyimiz juda ham oson. Simple Electronic. Agar kanalim yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va videolarga like bosishni unutmang. Bizlarga hozir kerak bo'ladi bitta zaryadnik ichidagi transformator va yana kerak bo'ladi bizga lampochka patroni, bir kulonlik rezistor, patron, bitta batareya kerak bo'ladi va 882 rezistor kerak bo'ladi. Mana shu rasmda ko'rsatib qo'yilgan. Hozir biz payat qilish ishlarini olib boramiz. Transformatorni yaxshilab qotirib olamiz. Va 882 tranzistorimizni transformatorni oyog'iga qotiramiz. Sim bilan narigi 3-oyog'iga qotiramiz. Ya'ni payat qilamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun videoni sekinlashtirilgan tasvirda olib boryapman. Tranzistorning 3-oyog'iga lina qilib qotirdik va bir kulonli rezistorimizni zanjir qilib payat qilamiz. Yaxshilab e'tibor bering. Video sekinlashtirilgan tasvirda hozirda buni payat qilib bo'ldik. Endi 1,5 voltli batareyamizni ulaymiz. Undan oldin patronni ulab olamiz. Yaxshilab e'tibor bering. Plus va minuslar ahamiyati katta. Ular hammasi oddiy narsalar. Bu 1,5 voltlik batareya. Input, ya'ni battery input, crash. Yaxshilab payat qilib olganimizdan so'ng bu minus tomoni ko'rsatib qo'yildi va olamiz. Bunga batareyani yaxshilab tekshirib, simlar uzib qolmaganini yaxshilab ko'zdan kechiramiz.
hech qaysi tegib qolmaganiga amin bo'lganimizdan so'ng lampochkamizni patronga tiqib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek svet yondi. Ya'ni elektr tarmog'i kuchayib 220 volt bo'lib lampochkani yoqib berdi. Bu juda oddiy uy sharoitida tayyorlasangiz bo'ladi. Buning tayyor bo'lishiga kerak bo'ladigan narsalar juda oson va topilishi qiyin bo'lmagan narsalar. Bizni kanalimizni tomosha qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling.